Faraz qilaylik, xarajatlaringiz 70 million bo'ldi. Demak, siz foydangizni hisoblaysiz. Bu foyda hali foyda solig'ini to'lagunga qadar foyda. Ya'ni boshqa so'z bilan buxgalterga chiqqan foydasi. Bu yerda bizda 30 million. Demak, foyda solig'i 30 milliondan 15%, ya'ni 4 million 500 ming tashkil qiladi. Biroq bu yerda 70 millionning ichida siz ortiqcha qilgan xarajatlaringiz bo'lishi mumkin va soliq hisobotida siz bu 30 millionni boshqatdan hisob-kitobini chiqarishingiz kerak bo'lib qoladi. Bunda soliq solinadigan baza deyiladi. Ya'ni balkim shu 70 millionning ichida me'yordan ortiq xarajatlaringiz o'tirgandir yoki masalan xayriya qilgandirsiz. Ya'ni sizning faoliyatingizga tegishli bo'lmagan xarajatlar bo'lishi mumkin. Bu deganiki, bu xarajatlar chegirilmaydigan xarajat va chegirilmaydigan xarajat bo'lsa, sizning xarajatlaringiz masalan 65 million bo'lib qolishi mumkin. Shunda sizning soliq solinadigan bazangiz 35 millionga teng bo'lishi mumkin. Bir qaraganda bu juda ham oson tuyuladi. Lekin buning ichida juda ko'p savol, muammolar bor. Shuning uchun albatta soliq bo'yicha savodxonligingizni oshiring va Buxgalterlar akademiyasida ochilgan amaliy soliq kursi va bosh buxgalter kurslariga albatta qatnashing.